ABCD trapetsiyada EF'imiz o'rta chiziq bo'lsa, x ni qiymatini so'ragan demak. Xo'p, o'rta chiziq o'zi nima degan savolga javob topaylik. O'rta chiziq ikkita asoslarning yig'indisining yarmiga teng bo'lgan uzunlik. Nima uchun aynan yarmiga degan savolga javob topib ko'ramiz endi. Xo'p, E bilan parallel bo'lgan chiziq o'tkazib olamiz. Mana bu yerda ham ikkita. Demak, to'rt kesmamiz bu yerga o'tadi. Mana bu qismiga x minusdan 4 qiymat to'g'ri keladi. Xo'sh, bu tarafiga x to'g'ri kelsa, mana bu yerga 10 minusdan x to'g'ri keladi. Xo'p, o'rta chiziq tomonlarini o'rtalarini tutashtiruvchi, yon tomonlarni o'rtalarini tutashtiruvchi chiziq bo'lganligi uchun mana buni teng ikkiga bo'ladi. O'xshashlikdan yoki shunchaki ikkita bir xil uchburchak bo'lganligi uchun ikkalasini tenglayib yuboramiz. X minusdan 4 ni 10 minusdan x ga tenglasak, x teng 10 qo'shilgan 4 taqsim 2, ya'ni 7 ga teng degan holatga ega bo'lar ekanmiz. Demak, o'rta chiziqning uzunligi ikkita asoslarning yig'indisining yarmiga teng bo'lar ekan. Mana bu isboti bo'ladi. Misollarga o'tamiz demak. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Bu yerga 5 to'g'ri keladi. AB ni biz x deb belgilaymiz. 10 ga teng bo'lgan uzunligimiz x qo'shilgan 4 taqsim 2 ga teng desak, x'imiz 16 ni beradi. Hop, keyingi misolimizda 10 barobar x qo'shilgan 4 taqsim 2, demak x'imiz 16 ni berishi kerak. 90 gradusdan tushgan mediana bo'lib qoladi agar AB ni qiymati 8 bo'lsa. Demak, EF teng 4 qo'shilgan 8 taqsim 2 ga bu 6 ni beryapti. 3 ta kelsa mana bu yerga 3 to'g'ri keladi. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng, demak bu 3 ni hosil qiladi. Xo'p, keyingi misolimizda x barobar 8 qo'shilgan 4 taqsim 2 bu 6 ni berar ekan. 8 barobar y qo'shilgan 6 taqsim 2, bu yerda y'imiz 10 ni beradi. Demak, 10 dan 6 ni ayiramiz, 4 hosil bo'lar ekan demak. Teng 2 ga bo'lyapti. AB ni qiymati 16 ekan. Qo'shib 2 ga bo'lsak, umumiy uzunligi 10 bo'lishi kerak. Bu yerga 2 to'g'ri keladi. Balandlikni kvadrat preksiyalar ko'paytmasiga teng. Demak, EF teng bo'lar ekan 16 qo'shilgan 4 taqsim 2 ga bu 10 ni hosil qildi. Jamisi 10 ni berish uchun mana bu 2 ni bo'lishi kerak. 90 gradusdan tushgan balandlikni kvadrat preksiyalarni ko'paytmasiga teng. Demak, bu 4 qiymatni hosil qiladi. Hop, A dan C ni ayirsak 8 bo'lyapti ekan. A ayrilgan 8. 10 qiymatini shunda 2A minusdan 8 taqsim 2 ga teng bo'lib, A ni qiymati 14 ga to'g'ri keladi. Bisektrissiyada tomonlar nisbatida bo'linishi kerak. Demak, 2A ni 4 ga nisbati 3A ni 6 ga nisbatiga teng. Bu qismga 6 to'g'ri keladi. Umumiy uzunligi 10 ni beryapti. AB ni x deb belgilaymiz. 10 teng bo'lar ekan x qo'shilgan 3 taqsim 2 ga. Demak, x'imiz 17 ni beradi. Hop, keyingi misolimiz AB ni uzunligi 12 ga teng ekan. Qo'shib 2 ga bo'lsak 7 bo'ladi. Mana bu qismga 4 to'g'ri kelar ekan demak. 2 qo'shilgan 12 taqsim 2 miz 7 ni berdi. Demak, mana bu 4 ni beradi. Bisektrissiyada tomonlar nisbatida bo'linishi kerak edi. Bu yerga 8 to'g'ri keladi. Demak, 6 taqsim 3 miz 8 taqsim 4 berganligi uchun x kvadratimiz teng bo'lardi 6 kira 8 minus 4 kira 3 ga. Bu ham 6 ni kvadratini berib, x'imizga 6 qiymat to'g'ri keladi. Hop, keyingi misolimiz alfa yu alfa bo'lsa, mana perpendikulyar bo'lganligi uchun 90 minus alfa bo'lib 90 gradusda beradi. Demak, 4 kvadrat 2 kira 8 bo'lganligi uchun bu yerga 8, umumiy uzunligi 10 ni beradi. EF'imiz teng bo'lar ekan 10 qo'shilgan 4 taqsim 2 ga, bu ham 7 ni beradi. 15 gradus qarshisidagi 90 gradusdan tushgan balandligimiz gipotenuzdan 4 dan 1 qismiga teng. Bu 4 kira 2 ni beradi. EF'imiz demak 4 qo'shilgan 8 taqsim 2 desak 6 ni hosil qiladi. Alfa desak, mana bu qismi 90 minus alfa, demak bu yer alfa. Hop, balandlikni kvadrat preksiyalar ko'paytmasiga teng. 6 ni kvadrat 4 kira 9, demak mana bu qismiga 9 to'g'ri keladi. EF'imiz teng bo'lardi 5 qo'shilgan 13 taqsim 2 ga, bu ham 9 ni beradi. 15 gradus qarshisidagi 90 gradusdan tushgan balandligimiz gipotenuzdan 4 dan 1 qismiga teng. Demak, bu 12 ni berar ekan. 12 miz teng bo'ldi 2 qo'shilgan x taqsim 2 ga. Bundan x 22 ligini bilamiz. Hop, alfa yu alfadan to'g'ri kelyapti. Yig'indisi 6 DY bilan CF ni yig'indisi 6 ga teng. Z burchakdan alfa burchagimiz bu yerga o'tadi. Demak, mana bu ikkalasi o'zaro teng bo'ldi. Beta beta desak, mana bu qismga ham beta to'g'ri keladi.
Mana bu ikkalasini ham tengligi ma'lum bo'ldi. O'rta tomon bo'lganligi uchun mana bular ham o'zaro teng bo'lishga majbur. Yig'indisi 6 ga teng ekan. Demak, bu yerda o'rta chizig'imiz 6 ni berishga majbur bo'lar ekan. S qo'shilgan A taqsim 2 miz 6 ga teng bo'lsa, S qo'shilgan A mizni qiymati 12 ni hosil qiladi. AB bilan DS ning yig'indisi 16 ekan, bu o'rta chizig'i bo'lsa 16 ni yarim bo'lib 8 bo'lib tushadi. Balandlik tushiramiz, perpendikulyar bo'lib tushib 4 u 4 dan ajratadi. Demak, mana bu 3. Demak, K nuqta EF chizig'idan qancha uzoqlikda joylashgan degan, ya'ni balandlikni so'ragan, H qiymati 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, o'rta tomon ekan, demak, mana bular o'zaro teng. Alfa yu alfadan tushsa, bu yerga ham alfa tushib, bu ham teng bo'ladi. Beta betadan tushsa, mana bu yer ham beta bo'lib, bu ham teng bo'lib qoladi. Xo'p, AB bilan DS ning uzunligi 8 yig'indisi, demak, mana bunga to'g'ri qiymat to'g'ri kelishi kerak bo'lar ekan. AD bilan BS ning uzunligini so'ragan, bu ham 2 ko'paytirilgan 4 ni berib 8 ni hosil qiladi. ABCD trapetsiya, AB ning qiymati so'ralyapti demak. AB jamsi bo'ladi. Xo'p, EF ni o'tkazib olsak, 4 kesmamiz EF va 2 ning yig'indisini yarimga teng. EF qo'shilgan 2 taqsim 2 miz 4 ni bersa, buni qiymati 6 ga to'g'ri keladi. Demak, EF teng 6 ekan. Xo'p, DS va AB ning yig'indisini yarmi 6 ga teng. Demak, AB qo'shilgan 3 taqsim 2 miz 6 ni bersa, AB ga 9 qiymatimiz to'g'ri keladi. DS ning uzunligi 4 ga teng, AB ning uzunligi 8 ga teng. KL 7 bo'lsa, hop, 100 ni so'ragan. 7 bo'lsa, mana buni tengiga bo'ladi. 3,5 3,5 dan to'g'ri keladi. Hop, bu 4, bunisi 8 bo'lsa, qo'shib 2 ga bo'lamiz, umumiysi 6 ni beradi. 100 ni topsak, demak, so'ralgan 100 miz teng bo'lar ekan. 7 ko'paytirilgan 6 taqsim 2 ga, bu ham 21 ni beradi. Hop, buni tashlab olamiz. Y deb belgilaymiz. Demak, y plus 1 taqsim 2 miz 4 ga teng, y plus x taqsim 2 miz 5 ga teng. Sistema qilib ayirib bo'lsak, x minusdan 1 taqsim 2 miz 1 deb berganligi uchun ximiz 3 qiymat to'g'ri keladi. Hop, yuzasi 45 ga teng, KL ning qiymati 10 ga teng. Demak, 5 u 5 dan to'g'ri keladi, o'rta chiziq o'tganligi uchun. AB plyusdan DS ni so'ragan. Demak, AB ni x, DS ni y deb belgilasak, mana bu x qo'shilgan y taqsim 2 ni beradi umumiy ravishda. Hop, bu ham 10 ko'paytirilgan x plus y taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 miz 45 ni hosil qilsa, x plusdan y qiymati 18 ga to'g'ri keladi demak. AB ga DS ni qo'shsak 18 bo'lyapti. Demak, 2 ga bo'lib yuborsak, YF ning qiymati kelib chiqadi. 9 bo'lsa, mana bu yerga 6 qiymat o'tar ekan. Hop, bu bisektriса bo'lib, tomonlar nisbatida bo'lishi kerak. 3A yu 6A desak, 30 gradus qarshilik qat'iy gipotenuzani yarmiga teng. Demak, sinus 30 miz teng 3A taqsim 6A ga bu ham 1 taqsim 2 ni beradi. Demak, ximiz 30 gradus to'g'ri kelar ekan. BS ning qiymati 12 ga teng, o'rta tomon bo'lganligi uchun 6 yu 6 dan tushadi. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng, bu yerga ham 6 o'tadi. Pifagordan EF ning qiymati 10 ga to'g'ri kelishi ko'rinadi. AB ning qiymati 12 ga teng ekan. Qo'shib 2 ga bo'lsak, umumiy 8 bo'lib qoladi. Bunga 8 minusdan x, Pifagordan bu yerga 6 to'g'ri keladi. Bisektrisada tomonlar nisbati o'zaro teng bo'lishi kerak. 6 ni x ga nisbati 10 ni 8 minusdan x ga nisbatiga teng desak, ximiz 3 ni qabul qiladi. Y, K, F ni yuzasi 6 ga teng. O'rta tomon bo'lganligi uchun bu yerga ham 3 qiymat o'tadi. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuza yarmiga teng, bu yerga ham 3. Xo'p, mana bu qismini A deb belgilasak, 3 ko'paytirilgan A taqsim 2 miz 6 ga teng bo'lsa, A ning qiymati 4 ga to'g'ri keladi. Bu 4 ga teng bo'lsa, Pifagordan bunga 5 qiymat to'g'ri keladi. AB qo'shilgan DS taqsim 2 miz 5 ga to'g'ri kelsa, so'ralgan ifodamiz 10 ni beradi. besh gradusimiz bor, balandlik tushirib olamiz. 4 u 4 dan to'g'ri keladi. Bu qismiga demak 3 to'g'ri keladi Pifagordan. YF bilan DS ning uzunligining yig'indisi, mana buni x, buni y deb belgilasak, 8 ga teng ekan.
Bizdan desani so'ragan. Y bo'lsa, mana bu qismini 8 minusdan y deb belgilasak bo'ladi. Mana bu bergan ifodasidan. Demak, 8 minusdan y'imiz teng y qo'shilgan 7 taqsim 2 ga bundan y qiymati 3 ligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfa. Demak, mana bu qismi 90 gradusda beradi. Parallel sifatida davom ettirsak, mana bunga 5, 5 va 5 dan to'g'ri keladi. Demak, x qo'shilgan 5imiz teng bo'lar ekan 20 qo'shilgan 4 taqsim 2 ga. Bunda ximiz 7 ni qabul qiladi. Bunda balandlik tushirib olishdan foydalansak bo'ladi. Perpendikulyar qilib. Teng yonlikda tushgan balandlik asosan teng 2 ga bo'ladi. Mana qismini biz x deb belgilasak, misol uchun. Demak, bu 9 qo'shilgan x taqsim 2 ga teng. Mana bu qismi 9 ayrilgan x taqsim 2 ga teng bo'ladi. Pifagorni qo'llaymiz 2 marta. 10 ni kvadratidan ayiramiz 9 plyusdan x taqsim 2 ning kvadratini. 8 ni kvadratidan ayiramiz 9 minusdan x taqsim 2 ning kvadratini. 10 ni kvadrat minusdan 8 ni kvadrat teng bo'lar ekan. Hop, bir marta qo'shsak 9, bir marta ayirsak x hosil bo'ladi. 6, 36 miz teng bo'lar ekan 9x ga. Bundan x qiymatini 4ligini bilib olamiz. Agar x'imizga 4 to'g'ri kelsa, so'ralgan yer chizig'imiz 3 qo'shilgan 13 taqsim 2 bo'lib 8 ni hosil qiladi. Xo'p, davom ettiramiz. Alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfadan to'g'ri kelib, mana bular o'zaro parallel bo'lsa, xo'p, bu yer 90 gradus bo'lib, 90 gradusdan tushgan mediana vazifasini bajarib qoladi. BS ni uzunligini shundan topib olsak ham bo'ladi, menimcha. Xo'p, 10 ga 4 ni qo'shib 2 ga bo'lsak 7 hosil bo'ladi. Ikkitasi ketsa bu yerga 5, demak bu ham 5, bu ham 5 ni qabul qiladi. BS ni qiymati bizda so'roq bo'lyapti. Shunchaki mana bu yerdan balandlik tushirib olamiz. Perpendikulyar ravishda uzunligini x deb belgilaymiz. 4 kesma bu yerga bo'lsa 6 bu yerga to'g'ri keladi. 10 ni kvadratidan 6 ni kvadratini ayirsak x kvadrat paydo bo'lsa, x'imizga 8 qiymati to'g'ri keladi. Alfa yu alfa desak, mana bu qismi 90 minus alfa, bu ham 90 minusdan alfani berganligi uchun bu 90 gradus bo'ladi. Parallel qilib davom ettirsak, 90 gradusdan tushgan mediana bo'lib qoladi. Gipotenuzdan yarmiga teng. 6 bo'lsa, 3 3 dan bo'lganligi uchun bu ham 3 ni qabul qiladi. A qo'shilgan s taqsim 2 miz 7 ni bersa, so'ralgan ifodamiz 14 beradi. Yana xuddi shu holat. Parallel qilib davom ettirsak, alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfa bo'lganligi uchun bu tomonning o'rtasi bo'lib qoladi. 5, 5, 5 dan to'g'ri keladi. AB ga DS ni va EF ni qiymatini qo'shsak 16 ni beryapti. O'zi mana bu ikkalasining yig'indisi buni ikkilanganiga teng bo'ladi. 2 kara x plyusdan 5 qo'shilgan x'imiz 16 ni beryapti. 3x'imizning qiymati shunda 6 ga to'g'ri kelsa, x'imiz 2 ni qabul qilar ekan demak. Parallel qilib davom ettirsak, alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfadan to'g'ri kelganligi uchun 3, 3, 3 dan qabul qiladi. X qo'shilgan 2 taqsim 2 miz 7 ga teng bo'lsa, x'imiz 12 ni qabul qiladi. Xo'p, davom ettirib olamiz. Teng 2 ga bo'lganligi uchun 4 kesmamiz mana bu yerga ham o'tib qoladi. A kesmamiz shunda bu yerga to'g'ri keladi. Pifagordan A qo'shilgan s ning kvadrati teng 8 ni kvadrat qo'shilgan 6 ni kvadratiga. Bunda A qo'shilgan s'imiz 10 ni beradi. ABCda trapetsiya x ni qiymati so'ralibdi demak. Xo'p, o'rta chiziq o'tkazib olamiz. Asosiga parallel bo'lsin deylik. Alfa yu alfadan to'g'ri kelsa, mana bu qismiga ham alfa bo'lganligi uchun, xo'p, x taqsim 2, x taqsim 2 dan to'g'ri kelganligi uchun mana bu qismi ham x taqsim 2 ni berishga majbur bo'ladi. Demak, 10 qo'shilgan 4 taqsim 2 miz x taqsim 2 ga teng bo'lsa, x'imizga 14 qiymati to'g'ri keladi. Xo'p, alfa yu alfa desak, 90 minus alfa yu 90 minus alfa to'g'ri keladi. Tomonni x x deylik. Mana buni 90 gradusligini shuni ham bilamiz. O'rta chiziqni o'tkazib olsak, 8 qo'shilgan 2 taqsim 2 bo'lib 5 ni beradi. 5 bo'lsa 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzdan yarmiga teng, demak bu yerga 5, bu yerga 5. DS ni qiymati umumiy ravishda 10 ni berishi ma'lum bizga. Bu birinchi ishimiz edi, ikkinchi ishimiz demak. Xo'p, alfa bo'lsa, mana bu qismiga ham alfa o'tadi. Tangens alfani qiymatini topamiz. Tangens alfamiz teng x taqsim 2 ga 8 taqsim x ga. Bundan x 4 bo'lsa,
AB ni qiymati 8 ga teng bo'ladi. Shundan xulosa qilsak, umumiysi 28 ni beradi. Hop, keyingi misolimiz. O'rta chiziq o'tkazib olsak, alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfadan to'g'ri kelganligi uchun mana bu qismi perpendikulyar bo'ladi. Hop, o'rta chiziq bo'lganligi uchun tomon teng 2 ga bo'ladi. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. A qo'shilgan S taqsim 2 shunda 5 ga teng. A qo'shilgan S shunda 10 ni hosil qiladi. Perimetrini so'ragan. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Shundan xulosa qilsak, bu 15 taqsim 2 ni beradi. Umumiy 15 ni berish uchun bu yerga 12 qiymat to'g'ri kelishi kerak. Yana burchaklarni belgilaymiz. Alfa desak, mana bu qismga ham alfa to'g'ri keladi. X u x deb belgilaymiz. Tangens alfamiz x taqsim 12 ga 3 taqsim x ga teng desak, ximiz 6 ni qabul qiladi. Bundan AB ni qiymati 12 ligi ma'lum bo'ladi. So'ralgan perimetrimiz 12 qo'shilgan 12 qo'shilgan 3. Bu 15 edi. 18 30 42 bo'lar ekan demak. AD bilan BC ni yig'indisi 25 ni berar ekan. Demak, mana bu qismi bisktrisa bo'lganligi uchun 90 gradusni hosil qiladi. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Bu 25 taqsim 2. Bunisi ham 25 taqsim 2 ni beradi. Umumiysi 25 ekan demak. Pifagordan bunga 24 qiymat to'g'ri keladi. O'rta tomon uzunligi qaysi degan savol bergan. Alfa yu alfa 90 minus alfa 90 minus alfa deymizda o'rta chiziq o'tkazib olamiz. Mana bu 90 gradus tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Demak, bu to'g'ri qabul qiladi. AD, BC va DC ni yig'indisi 16 ni berar ekan. Xo'p, yaxshi savol demak. X, Y deymiz. Mana bu x plusdan y taqsim 2 ga teng. Alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfa desak, mana 90 gradusni beradi. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Demak, bu x plusdan y ni beradi. Xo'sh, umumiy uzunligi 16 ni bersa degan. X, Y, x plusdan y. Demak, x plusdan y ikkilangani 16 ga teng bo'lsa, x plusdan y imizning qiymati 8 ga to'g'ri keladi. Bizdan DC ni so'ragan edi. DC'miz demak 8 ni beradi. Hop, keyingi misolimiz. Alfa yu alfa desak, 90 minus alfa yu 90 minusdan alfaga to'g'ri kelib 90 gradus bo'ladi. Chiziq o'tkazib olsak, 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Demak, bu o'rta chiziq bo'lib qolar ekan. O'rta chiziqda ikkita tomonlari yon tomoni ham o'zaro teng nisbatda ajralishi kerak. 2x minusdan birimiz x plusdan 4 ga teng desak, ximiz 5 ni qabul qiladi. AD ni qiymatini so'ragan. Demak, alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfa desak, o'rta chiziq o'tkazib olsak, 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Hop, qo'shib 2 ga bo'lsak, 6 ni beryotuvdi. Bu ham 6, bu ham 6 bo'lsa, so'ralgan ifodasi 12 ni berar ekan demak. 20 gradusimiz bor. O'rta chiziq o'tkazib olamiz. Hop, qo'shib 2 ga bo'lsak 7 ni beradi. Hop, umumiysi 18 edi. 2 ga bo'lsak 9 to'g'ri kelib, mana bu qismi ham 7 ni hosil qilar ekan. Demak, 20 bo'lsa, mana bu qismiga 40 to'g'ri keladi. O'rta chizig'imiz ikkita asosiga o'zaro parallel bo'lardi. Demak, bu yerda x'imiz ham 40 gradusni hosil qiladi. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Bu 4. Demak, x'imiz ham 4 ni qabul qiladi. Nima uchun aynan shunday degan savol bor. Hop, alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfa bo'lganligi uchun mana bu chizig'imiz o'rta chiziq vazifasini bajarib qolyapti. Chunki bu tomon teng 2 ga bo'lib, o'zi ham teng 2 ga bo'linadi. Shu chiziqda yotganligi uchun bu tarafda ham xuddi shu xossani bajaradi. Hop, chiziq o'tkazib olsak, o'rta chiziq qo'shsak 18 2 ga bo'lsak 9 bo'ladi. Mana bu asosini teng 2 ga bo'lardi. Demak, Pifagordan bunga 12, bunga 12 to'g'ri kelsa, h qiymati 24 ga to'g'ri keladi. Hammasi bisktrisa ekan. Demak, alfa yu alfa desak, 90 minus alfa yu 90 minus alfa bo'ladi. Hop, beta yu beta desak, 90 minus beta yu 90 minus beta bo'ladi. Demak, mana perpendikulyar, bu ham perpendikulyar. Chiziq o'tkazib olsak, o'rta chiziqni xo'sh, tomonini yon tomonini yarmiga teng bo'lib qoladi. Yon tomonlar yig'indisini yarmiga teng bo'lib qoladi. AD ga BC ni qo'shsak nima bo'ladi degan savol bergan.
x desak bu ham x, bu ham x, y desak bu ham y bo'lar ekan. 10 qo'shilgan 2 taqsim 2 emas, x plyusdan y ga teng. So'ralgan ifodasi 2 karra x plyusdan y, bu ham 12 ni hosil qiladi demak. O'rta chiziq o'tkazib olamiz. Qo'shsak 24 2 ga bo'lsak 12, bu ham o'rta chiziq edi. Perpendikulyar bo'lsa bunga ham perpendikulyar bo'lishga majbur. Xo'p, 18 ni 2 ga bo'lsa 9, demak bu yerga 5, Pifagordan x'imizga 13 qiymati to'g'ri keladi. O'rta chiziq o'tkazib olamiz. Xo'p, qo'shib 2 ga bo'lsak 15 qiymati to'g'ri keladi. Demak, mana bu yerga 9, o'rta chiziq. Xo'p, OC bilan OB'miz o'zaro teng. 10 bo'lsa, mana qismiga 10 to'g'ri keladi. Bizdan BS'ni so'ragan. Demak, BS'miz umumiy ravishda 20 ni hosil qiladi. O'rta chiziq o'tkazib olamiz. Hop, perpendikulyar bo'lib tushadi, chunki ikkitasi perpendikulyar. Mana bu chiziqlarga parallel bo'lganligi uchun 3 ta parallel chiziq, bitta chiziqqa perpendikulyar bo'ladi. Qo'shib 2 ga bo'lsak 8, demak mana bu qismiga 6 to'g'ri keladi. Hop, mana bu qismiga ham 8 qiymat to'g'ri kelishi kerak, chunki bu O nuqtada teng 2 ga bo'linadi. X'imiz shunda umumiy ravishda 14 ni beradi. Hop, ABCD trapetsiya uchun ADY ni perimetri 36 ga teng ekan. Xo'sh, o'rta chiziq bo'lganligi uchun mana bu chizig'imiz perpendikulyar bo'lib tushadi. Mana buni teng 2 ga bo'lganligi uchun buni ham teng 2 ga bo'ladi. Demak, bu teng yonli bo'lib qolar ekan. 13 qiymatimiz bu yerga o'tadi. Qo'shsak 26, 36 ni berish uchun 10 bo'lishi kerak. 2 ga bo'lsa 5, 5 dan to'g'ri keladi. Demak, Pifagordan bu yerga 12 qiymat to'g'ri kelar ekan. 15 qo'shilgan x taqsim 2 imiz 24 ni bersa, x'imiz 9 ni qabul qiladi. Xo'p, 2a yu 2a bo'lyapti. Xo'p, mana qismi 90 minus a, bu ham 90 minusdan a ni qabul qiladi. O'rta chiziq o'tkazib olamiz. Xo'p, a bo'lsa mana bu qismiga ham a qiymat to'g'ri kelib, 2a miz bu yerga o'tar ekan. Demak, bu teng yonli bo'lib qoladi. 8 qiymatimiz bu yerga to'g'ri keladi. O'rta chizig'imizning uzunligi 8 ga teng bo'lib qoldi. AB qo'shilgan DC'miz 8 karra 2 ni beradi. BC ni umumiy uzunligi BFC burchagimiz umumiy ravishda 90 ni berganligi uchun 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Demak, 8 u 8 dan qabul qilib, umumiysi 16 ni beradi. Qo'shilgan 16 desak, so'ralgan ifodamiz 32 ni berar ekan. Alfa yu alfa desak, mana bu o'rta chizig'imiz shu nuqtadan o'tish ko'rinadi. Sababi bunga 90 minus alfa, 90 minus alfadan to'g'ri kelib, bu 90 gradus bo'ladi. O'rta chiziq o'tsa, mana buni yarimga teng bo'lib qoladi. 8, 8, demak bu ham 8 ni beradi. Xo'p, qo'shsak 18, 2 ga bo'lsak 9 to'g'ri kelishi kerak. Mana bu qismga 1 to'g'ri keladi. Perpendikulyar bo'lib tursa bu ham 1, demak x'imiz ildiz 2 ni qabul qiladi. Alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfadan to'g'ri kelgani uchun bu perpendikulyar bo'ladi. O'rta chiziq demak mana shu chiziq ustidan o'tib qoladi. 4 bo'lsa bu qismiga ham 4 to'g'ri keladi. 6 bo'lsa bu qismiga ham 6 to'g'ri keladi. O'rta tomon uzunligini so'ragan, ya'ni L da qiymati 4 qo'shilgan 2 qo'shilgan 6 bo'lib 12 ni berar ekan. Xo'p, o'rta chiziq o'tkazib olamiz. Aynan F nuqtadan o'tadi. Sababi alfa yu alfa desak 90 minus alfa yu 90 minus alfadan to'g'ri kelib, bu 90 gradus bo'ladi. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarimga teng. Demak, o'rta chiziq o'tgan taqdirda ham aynan shu nuqtada o'tishga majbur, chunki aynan mana shu chizig'imiz o'rta chiziq yotgan chiziq ustidan o'tadi. 30 gradus qarshidagi katta gipotenuzani yarimga teng. Bu qismi 1 deb berib qoldi. Mana bu x taqsim 2 ni qabul qiladi. Demak, x qo'shilgan 2 taqsim 2 miz teng bo'lar ekan 9 qo'shilgan 3 taqsim 2 ga, bunda x'imizning qiymati 10 ni hosil qiladi. Xo'p, bunda ham xuddi shu holat. O'rta chizig'imiz aynan F ustidan o'tadi. 3 dan qabul qiladi. 90 gradus bo'lganligi uchun bu ham 90 gradus 5 dan to'g'ri keladi. Demak, 8 qo'shilgan x'imiz teng 16 qo'shilgan 2 taqsim 2 ga, bunda x'imiz 1 ni qabul qiladi. O'rta chiziq o'tkazib olishimiz kerak. A yu A bo'lsa 90 minusdan A yu 90 minusdan A ga to'g'ri kelganligi uchun mana bu 90 gradusni beradi. Demak, o'rta chizig'imiz aynan shu F nuqtadan chiqadi. Z burchakdan mana bu A miz bu yerga o'tib, bu yerga 2A burchak to'g'ri keladi. Demak, x'imiz pastga tushib qolar ekan, ya'ni teng yonli bo'lib qolar ekan. Xo'p, x bo'lsa, mana bu qismi x ni beradi.
Hop, buni uzunligi ham x deb berishga majbur bo'ladi, chunki o'rta tomon bo'lyapti. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Demak, 2ximiz 12 ga teng bo'lsa, ximiz qiymati 6 ni beradi. Davom ettirib olamiz. Hop, bu 90 gradus, bu ham 90 gradus. 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Umumiysi 7 ni berish uchun bu yerga 3 to'g'ri keladi. Umumiysi 6 ni berish uchun bu yerga 2 to'g'ri keladi. Shunda o'rta tomonimiz teng bo'lar ekan 3 qo'shilgan 4 plyusdan 2 ga bu ham 9 ni beradi. Hop, davom ettirib olamiz. Buni ham davom ettirib olamiz. O'rta chizig'imiz aynan EF ni ustidan o'tadi. Sababini ko'rdik. Alfa alfa 90 minus alfa 90 minus alfa bo'lganligi uchun 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Shundan xulosa qilib oldik. Demak, aynan shu chiziqda yotar ekan. Xo'sh, umumiysi 2 ga bo'linsa 3 3dan tushadi. Mana bu qismiga 3 minusdan x to'g'ri keldi shunda. Hop, bu tarafiga 5 5 dan to'g'ri kelsa, bu yerga 5 minusdan x to'g'ri keladi. Qo'shsak 8 minusdan ximiz teng bo'lar ekan 8 qo'shilgan 4 taqsim 2 ga, bunda ximiz 2 ni qabul qiladi. Hop, bu qismi 90 gradus, o'rta chizig'imiz aynan shu chiziqda ustida yotadi. 9 u 9 bo'lsa, jami 9 ni berish uchun bu yerga 7 to'g'ri kelishi kerak. A plyusdan S taqsim 2 miz agar 7 ga teng bo'lsa, A plyusdan S'miz 14 beradi. Agar biz mana bu uchlarni tutashtirsak 90 gradusda kesishadi. Sababi, bunisi biz sektirishsa bo'lsa, alfa yu alfa desak, 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Shundan xulosa qilib, mana buni 90 minus alfa yu 90 minus alfadan to'g'ri keladi desak bo'ladi. Demak, bu o'rta chiziq bo'lib qolar ekan umuman olganda. Demak, x desak, buni y desak, x u x, y u y dan to'g'ri keladi. EF ni umumiy uzunligi x plyusdan y'imiz 6 ni bersa, bizdan ABC'dan perimetrni so'ragan. So'ralgan ifodamiz AB qo'shilgan DC qo'shilgan AD qo'shilgan BC. Xo'p, mana buni uzunligi 2 ta x plyusdan y ga teng. 2 karra x plyusdan y ni beradi. Xo'p, yon tarafi 2x qo'shilgan 2y ga teng. Bu ham 4 ko'paytirilgan 6 bo'lib 24 ni berar ekan demak. Keyingi misolimiz. O'rta chiziq aynan shu yerdan o'tadi. Sababi biz sektrisalar kesishgan nuqta bo'lib qolyapti. Demak, mana bu 90 gradus bo'ladi. 5 u 5 dan to'g'ri keladi. Hop, demak, to'r bo'lsa, uzunligi mana bu yerga ham to'r kesma to'g'ri keladi. Tengyonlikdagina tushgan bo'ladigan asosini tengiga bo'lardi. Hop, alfa yu alfa desak, z burchakda mana bu qismiga ham alfa o'tganligi uchun mana bular teng bo'lib qoladi. To'r qiymatimiz bu yerga ham to'g'ri kelar ekan. Shunda o'rta chiziqning uzunligi to'r qo'shilgan 5 bo'lib 9 ni beradi. Hop, perimetr 36 bo'lsa, EF ni qiymatini so'ragan demak. X u y deb belgilasak, mana bularni tutashtirgan paytimiz 90 gradusda kesishadi. Sababi uchdagilar biz sektrisa bo'lib qolyapti. Demak, mana bular teng, bular o'zaro teng bo'lib qoladi. Y u y, x u x dan to'g'ri kelsa, AB qo'shilgan DC'miz teng bo'lar ekan 2 qo'shib ko'paytirilgan x plyusdan y ga. Hop, qolgan qismi AD qo'shilgan BC'miz teng bo'lar ekan 2 karra x plyusdan y ga. Sistema qilib qo'shib yuborsak, 36 miz teng bo'lar ekan 4 ta EF ga. Bundan EF ni qiymatini topsak, 9 ni beradi. Hop, biz sektrisa alfa yu alfadan to'g'ri kelsa, z burchakdan alfa bu yerga o'tib, mana bular o'zaro teng bo'lib qoladi. Xo'sh, o'rta chiziq o'tganligi uchun mana bu ham o'zaro teng bo'lib qolar ekan. Bunda ham xuddi shu holat. Yoki mana bu 90 gradus desak, 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Demak, mana bular ham o'zaro teng. EF ni qiymatini so'ragan. Agar D, C, K ni perimetri 20 ga teng bo'lsa degan. Xo'p, mana buni 2A deb belgilasak, ikkita chiziqchaga 2 to'g'ri kelsa, bitta chiziqchaga A qiymat to'g'ri keladi. Xo'p, mana bu qismini B desak, bu yerga B, bu yerga B o'tadi. C desak, bu yerga ham C, bu yerga ham C to'g'ri keladi. Demak, A qo'shilgan B qo'shilgan C ning ikkilangani teng bo'lsa 20 ga, A qo'shilgan B qo'shilgan C'miz 10 ga teng bo'ladi. Demak, so'ralgan ifodamiz 10 ni berar ekan. Alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfa bo'lgani uchun mana 90 gradus. Demak, o'rta chiziq shuni ustidan o'tadi. Hop, qo'shib 2 ga bo'lsak 7 bo'ladi. 8 u 8 dan bo'lsa 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng.
Shundan xulosa qilsak, x qo'shilgan 7 miz 8 ga teng, demak x'imiz 1 ni qabul qiladi. Hop, balandlik tushirib olsak bo'ladi. Perpendikulyar ravishda tushar ekan, demak 5 u 5 dan ajratadi. Pifagordan bu yerga 12, bu yerga 7 qiymat to'g'ri keladi. Umumiy uzunligi shunda 24 deb berar ekan. EF ni qiymatini so'ragan, demak EF'imiz teng bo'lar ekan 6 qo'shilgan 24 taqsim 2 ga, bu ham 15 deb beradi. Xo'p, yamukda uzunlik, ya'ni trapetsiyada uzunlik deb nomlanar ekan. ABCD trapetsiyada x ni qiymatini so'rab, demak biz aktrisa alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfa bo'lganligi uchun mana perpendikulyar bo'ladi. Demak, Pifagor teoremasidan bunga 12 qiymat to'g'ri keladi. Mana bu ikkalasini teng degan bunga ham 12 to'g'ri kelsa, Pifagordan x'imiz 5 ni qabul qiladi demak. Alfa yu alfa 90 minus alfa yu 90 minus alfa bo'lgani uchun bu perpendikulyar balandlikning kvadrat preksiyalarni ko'paytmasiga teng. Demak, bu qismiga 6 to'g'ri keladi. Bularni teng deb bergan, bu yerga ham 6 to'g'ri kelsa, biz aktrisada tomonlari nisbat o'zaro teng bo'lishi kerak edi. Demak, x'imiz bu yerda 12 qiymatni qabul qiladi. Perpendikulyar, demak, balandlikning kvadrat preksiyalarni ko'paytmasiga teng, x'imiz 4 ni qabul qiladi. Bu holatda ham demak, perpendikulyar balandlikning kvadrati preksiyalarni ko'paytmasiga teng. Mana bu qismini 6 deb bergan. Tomonlari nisbat teng bo'lishi kerak. 6 taqsim 3 8 taqsim 4 ga teng. Demak, bu 8. Biz aktrisani kvadrati teng 6 kara 8 minus 4 kara 3 ga. Bunda x'imiz 6 ni qabul qiladi. Hop, biz aktrisa ekan, demak, mana bu qismi 90 gradus. Balandlikning kvadrat preksiyalarni ko'paytmasiga teng. Demak, mana bu qismga 9 to'g'ri kelsa, buni ham 9 degan. Balandlikning kvadrati preksiyalarni ko'paytmasiga teng, demak x'imizga 6 qiymat to'g'ri keladi. Hop, alfa desak, mana bu qismiga ham alfa to'g'ri kelgan. Z burchakdan bu ham alfa yu alfa bo'lib qoladi. Demak, tomonlari nisbati teng bo'lishi uchun bu yerga 6 qiymat to'g'ri kelishi kerak. Biz aktrisani uzunligini kvadrati teng bo'lardi. 8 kara 6 minus 4 kara 3 ga. Bunda x'imiz 6 ni qabul qiladi. Hop, bu perpendikulyar, bunisi ham perpendikulyar. Xo'sh, A deb belgilasak, A ni uzunligini topsak, A shtrix deb belgilaymiz, chunki A ishlatilgan ekan. Demak, 15 ning kvadrat qo'shniga 20 ning kvadrati teng, 7 ning kvadrat qo'shniga x ning kvadrati bo'lar ekan. Bunda x'imiz 24 qabul qiladi. Alfa yu alfa z burchakdan mana bu qismiga ham alfa o'tib qoladi. Bu tengyorlik degani, tengyorlikda tushgan balandliklari o'zaro teng bo'lardi. Demak, bu tarafga tushgan balandligi bilan mana bu tarafga tushgan balandligi o'zaro teng. X'imiz shunda 10 qiymatni qabul qiladi. Sababi A yu A deb belgilasak 100 ni topamiz. S barobar demak A ko'paytirilgan x taqsim 2, 10 ko'paytirilgan A taqsim 2. Bundan xulosa qilsak, balandliklar o'zaro teng bo'lishi kerak ekan. Hop, keyingi misolimiz. Alfa yu alfa z burchakdan mana bu qismiga ham alfa qiymat o'tadi. Mana bu tarafga parallel qilib kesma o'tkazib olamiz. Bular o'zaro parallel bo'lsin deylik. Xo'sh, shunda mana bu yerga perpendikulyar bo'ladi. Z burchakdan alfamiz bu yerga ham o'tib qolsa, ikki qiymatimiz bu yerga o'tar ekan. Demak, balandligimiz umumiy ravishda 7 ni beryapti. Mana bu uchidan agar balandlik tushirsak, umumiy ravishda 7 ni hosil qilar ekan demak. Hop, x'imiz ham balandlik vazifasini bajaryapti. Mana bu yerdan balandlik tushirsak, perpendikulyar ravishda bu x ni beryapti. Tengyorlik asosidagi burchaklar tengligidan, demak, x ko'paytirilgan A taqsim 2 miz teng bo'lar ekan 7 ko'paytirilgan A taqsim 2 ga. Bunda x ni 7 ligini bilib olamiz. Davom ettirsak, alfa yu alfa desak, z burchakdan mana bu yerga ham alfa o'tadi. 2 qiymatimiz bu yerga to'g'ri keladi. Tengyorlikda 4 qiymatimiz bu yerga to'g'ri kelsa, x'imizga 4 qiymat to'g'ri kelar ekan. Alfa yu alfa deb belgilasak, z burchakdan mana bu qismiga ham alfa o'tib, 10 qiymatimiz bu yerga to'g'ri keladi. Pifagordan x'imizga 8 qiymat to'g'ri keladi. Ham balandlik bo'lib tushsa-da, ham asosni tengligiga bo'lsa, bu ham biz aktrisa bo'lib tengyorlik bo'lib qoladi. 3 qiymatimiz bu yerga, z burchakdan mana bu yerga ham alfa to'g'ri kelsa, x'imizga 7 qiymat to'g'ri keladi. Bular ham o'zaro tengyorlik bo'lib qoladi. Alfa yu alfa deb belgilasak, z burchakdan bu yerga ham alfa o'tadi. Demak, bu AD bilan DS'miz o'zaro teng.
Jami 4 berish uchun bu yerga 2, 90 gradusdan tushgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Balandlik tushirib olamiz. Perpendikulyar ravishda tushsa, 12 yu 12 ni hosil qilar ekan, jami 12 ni berish uchun mana bu uchidan ham balandlik tushirsak, 4 kesma bu yerga to'g'ri kelsa, 5 kesma bu yerga to'g'ri keladi. Jami shunda ham 9 ni beradi demak. Hozir bularni o'chirib qaytadan yozamiz. Xo'p, mana bu qismi 4 desak, bu yerga 5 qiymat to'g'ri keladi. Mana bu qismiga 12 to'g'ri kelsa, Pifagordan x'imizga 13 qiymat to'g'ri keladi. Alfa yu alfa desak, z burchakdan bu yerga ham alfa o'tadi. O qiymatimiz bu yerga o'tsa, Pifagordan mana bu qismiga 6 qiymat to'g'ri keladi. X ni qiymatini so'ragan. A, Y, S uchun Pifagorni qo'llaymiz. X kvadratimiz teng 8 ni kvadrat qo'shilgan 16 ni kvadratiga x'imiz 8,5 ni beradi. Davom ettirib olsak bo'ladi yoki shunchaki balandlik tushirsak bo'ladi. Balandlik tushirganimiz ma'qulroq ekan bu safar. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Bu yerga ildiz 3 o'tsa, mana bu yerga 30 to'g'ri kelsa, 1 u 2 dan qabul qilar ekan demak.